Jihan, sen ham kuchayib ketyapsan. Rahmat ustoz. Odamlar seni taniy boshlayapti. Harakat qilyapmiz. Kecha qiziq voqea bo'ldi. Jahongir Otajonov senga salom yo'lladi. Rustam xo'jayin, qayerda ko'rdingiz? To'yda ko'rdim. Lekin bitta narsani tayyorlab aytdi. Jihanga ayting, sifatdan aslo chekinmasin dedi. Unda salomini qabul qildim xo'jayin. Bizda sifat birinchi o'rinda. Jahongir Otajonovning salomini telefonda tasvirlab olib qolgandim. Mana, ko'rsang bo'ladi. Xo'p. Jihan bitta salom. Jayxon, sizga salom. Kitob shahridan salom. Rahmat xo'jayin. Rahmat, shunchalik cho'qqiga ko'taryapsiz. Bu yaxshiliklarni hech qachon unutmayman xo'jayin. Lekin ammo Jahongir Otajonov ham yomon o'ynaydi-da xo'jayin. Buni qarang. Sarıza, qaddi sarıza, qaddi sarıza, zülfü kamonde, uchun son. Xo'jayin, ming bor uzr. Uzr xo'jayin. Shu odam qo'shilsam berilib ketaman deb. Xo'jayin, ming bor uzr. Men sifatga qaray, nazoratga qaray, yuklar bo'lsa jo'nataverasiz xo'jayin, men olib beraman. Xo'p? Rahmat xo'jayin. Siz aziz mijozlarimiz uchun mahsulotlarni ko'paytirishda to'xtamayapmiz, charchamayapmiz. Jihanni tashabbusi bilan mana qora shakarchalarni ob'yom darajasida chiqaryapmiz hozirgi kunda. Kimga buyurtma bo'ladi desa aloqaga chiqasizlar. Va Muka shakarcha mahsulotlarimizga aksiya e'lon qilyapmiz. 10% chegirma. Muka va shakarcha mahsulotimizga. Biz bilan aloqaga chiqing, pastdagi raqamga qo'ng'iroq qiling.